Assalomu alaykum. Yangi oshqozlar obunachilarim. Mana bugun 6-may oyi Andijon shahriga keldim. Mart oxirlarida payvand qilib ketganman. Bir so'mka qilib ko'rsataylik deb keldim. Mana natijalari. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring, S185 beta yong'inlarni ko'rsatyapman. Mana yong'inlar sir hosil. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring. Mana Andijonda bor. Bu yong'inlar Xitoydan kelgan. S185. Odil akani bog'lari bo'ladi. Andijonda. Mana yong'inlari. Mana Xitoy, mana bo'yi 2,5 metr, 3 metr chiqadi. Bo'ylari. Mana Xitoy. Mana hosili mana. Mana o'zmetda ham payvand qilib ketganman. Bu yerda uni mahalliy yong'inlar ham borda ichida. Shularni payvand qilib ketganman. Mana odamlarni ham ko'rsatyapman mana. Xitoy S185. Mana bu yerda mevachalar ham qo'ygan. Mana buni olmay qo'ygan. Ko'kini ulab qo'ydi. Mana olmay qo'ygan. Mana ketdi darshi. Bu yerda mahalliy yong'inlar ham bor. Aralash. Mana uni mahalliy yong'in o'zimizdan bitta ham mevalar ham yo'q bunda. Umuman meva yo'q. Endi keyinda xudo xolasa ulanadi. Mana buni ham umuman meva yo'q. Mana umuman meva yo'q. Nima aytganda payvand qilingan, u qurib qolibdi, u olmabdi. Juda qiyinroqda, endi teydan turka forma qilib ulab beraman. Mana buni olgan mana. Mana bu olgan. Mana bu yerda o'tganlar Odil akani o'zi iskana payvand qilib qo'ygan ekan, bitta olgan ekan. Mana hosili mana. Buni o'zimizning mahalliy yong'in. Endi ichida borda bu. Bu mahalliy yong'in. Katta. Aytdi ichidan ulab qo'yganman, tek turibdi. Ya'ni ko'klaydi, endi jam bo'lib turibdi ya. Endi amal bu taraflarga berib yuboryapti-da. Uni teydan turka forma qilish kerak. O'zimizning bu mahalliy yong'in. Mana hosili etda borda endi. Shunaqa hosili. Mana buni Xitoy yong'in mana. Mana uchtadan bor. Uchtadan Xitoy. Xitoy yong'in. Metlarga endi karamlar ekib qo'ygan. Buni hozir mana bitta daraxt qolib kelyapman. Mana bo'ylari mana. Bo'ylari. Pastdan tepagacha meva qilib yuborgan. Pastdan tepagacha meva qilib yuborgan. Mana o'zimiz mahalliy yong'in. Mana bu yerda mahalliy yong'in bor. Mana hozir kelib ko'ryapman, buni ko'klayapti ana. Optini o'rtasiga ulab qo'yganman. Endi bu taraflarni optini mevalari ham bor ekan. O'zi ketiryapman.
Mana bu mahalliy yong'oq. Meva kam, umuman kam hisobda. Endi bu turishiga juda kam. Agar shuni Xitoy bo'lsa, vash dahshat bo'lardi. Xitoy bo'lsa. Endi buni Xitoy mana. Qarang mana. Bo'yi mana. Mana bular Xitoy. Mana Xitoy. Hasan tepagacha meva. Endi bu tarafga o'tyapsiz bu qatorga. Netdan bitta paymat qilgan ekanman, bu yo'q olgan ekan. Xitoy mana o'zi meva ham qildi. Meva shoxdan paymat qilaman-da, skanar meva shoxi bo'ladi. Shundan ulanadi. Mana buni ham Xitoy mana. Mana mevani ko'ring. Yo'q, Odil akani bog'i, Anjondagi. Bitta mahalliy yong'oq ham bor. Keyin Xitoy ham bor. Endi shu mahalliy yong'oqni sekin paymat qilib beryapman, etap bo'lyapti. Bu Xitoy. Mana bu ham Xitoy. Bu ham Xitoy. Afzalligini qarang, mana fer hosil 2,5 metr, 3 metr chiqadi. Yonlariga shoxlagan bu yong'oqni. Tigacha meva mana. Tigacha meva. Endi bu bog'da YouTube'ga qo'ymaganman, hali syomka qilib endi bir kelib qo'yay dedim. Mana hozir egalarni chaqirdim, 1 soatda kelaman dedi. Buni o'zimiz mahalliy yong'oq. Bu ichida bitta, ikkita meva bor. Endi keyingi manetdan kesib tashlab turib, iskana qilinadi. Yana Xitoyga aylanib ketadi. Mana aytgan bitta ulagan ekanman. Mana. Bu ham ko'klayapti. Neytoy ham tek bo'lib bir dona ko'klayapti. Bitta men olib tashladim qirqib. Buni ko'rib turgan bo'lsalaring, ana bir syomka qilyapman bog'da. Buni mahalliy yong'oq. O meva bitta, ikkita, juda kam. Mahalliy yong'oq. Mana men aytganimda paymat qilib ketgan ekanman. Buni ham ko'rsatyapman mana. Bitta ko'klayapti. Ana bitta olibdi. Juda qiyin endi olishi. Buni bu taraflarga amalda berib yuboryapti. Shamlo qo'l shoxlarini olib qo'yish kerak. Bir yetib qo'yaman. Bu mahalliy yong'oq bu. Mana hozir kam. Bu mahalliy yong'oq. Bu Xitoy yong'oq bilan. Xitoy yong'oq. Ikkitadan, 3tadan meva qilgan mana Xitoy. Mana tiylargacha meva. Mana shuni xudosa ko'chatlarni ham qilyapman. Ko'chatlari ham bor. Sekin-sekin ko'paytiryapmiz. Mana bog'da ko'rinishi yong'oqlar bir ko'rsatyapman mana. Xitoy 185. Mana bog'da ko'rinishi. Mana men aytgan ekanman. Bu olmabdim. Juda qiyin yong'oq olishi. Men olmaganlarni ko'rsataman, hali olganini ko'rsataversa bo'lmaydi. Hali odamlar ham ishonadi-da. Odamlar ham ishonadi. Mana bu yerda ham ko'klayapti, juda sekin. Ko'klab ketadi bu ham, xudo xolasa.
Bu mahalliy yong'oqcha. Kichkina. Endi keyingi metrasiga qanaqa beraman. Mayta olmagan ekan. Ikkita ko'kini ulab qo'ydi mana. Olimda hech kim yo'q, bunaqa o'zimda syomka qilib ko'rsatyapman. Bu mahalliy yong'oq. Mana metga ham 3 ta joyga ko'kini qilib qo'ydi mana. Zelon ular deyiladi. Dorsa bu ham ko'klab ketadi. Mana metga ham bu ham tek turibdi, bu ham olmayaptimi, nima yellik bo'lib turibdi bu ham. Ko'kini ulab qo'ydi mana. Mana yerda bog'da ko'rinishi. Bu ham Xitoy yong'oq mana. Polniy Xitoy. Ichida mahalliy yong'oqlar ham bor. Mana. Mana ser hosil. Mana yong'oq mahalliy yong'oq, juda mayda yong'oq ekan. Buni ham paymant qilib yuboramiz. Mana Xitoy yong'oq. Mana. Dakasi oxirigacha ketgan. Mana buni yerda bitta Xitoy ko'rinishini ko'ring. Akanagina bo'lgan. 2 metr chiqadi mana yong'oq bo'yi. Yerdan. Mana 2 metr. Metr ser hosilini. Yergacha meva qilib yuborgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Obuna bo'lib, maqtul urasizlar. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yaman. Men bir bog'da bir syomka qilib bir ko'rsatyapman. Andijonda bog'. Mana mevalari. E'tiborlaringizga rahmat. Obuna bo'lib, laklar bosib, laklar qancha ko'p bo'lsa, shuncha tarqab ketar ekan. Menga pul naqasi qizig'i yo'q. Ishlaringizga omad tilayman. Yaxshi kunda ko'rishaylik. E'tiborlaringizga rahmat.